Bugun biz sizlar bilan qanday qilib o'zini o'zi band qilishni onlayn tartibda ro'yxatdan o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz Davlat xizmatlari markazining elektron portaliga kiramiz, ya'ni MyGov.uz ga kiramiz. MyGov.uz saytiga kiramiz, shaxsiy kabinetga kirish tugmasini bosamiz. Agarda sizda shaxsiy kabinet, ya'ni ro'yxatdan o'tgan bo'lmasangiz, buning uchun albatta ro'yxatdan o'tishingiz kerak. MyGov.uz saytiga kirishda 4 xil yo'li bor. Bunda siz login parol orqali kirishingiz mumkin, mobile ID tizimi orqali kirishingiz mumkin, yoki bo'lmasam elektron raqamli imzoyingiz orqali kirish mumkin, yoki QR kod orqali kirish mumkin. Biz hozir elektron raqamli imzo orqali kiramiz. Parolni terasiz va kirasiz. Kirganimizdan keyin shaxsiy kabinet chiqadi. Shaxsiy kabinet chiqqandan keyin biz bu yerdan izlatamiz o'zini o'zi band qilish xizmatini. Xizmatni tanlaymiz, xizmatdan foydalanish tugmasini bosamiz. Bu yerda qo'shish, tahrir qilish, ma'lumotlarni o'chirish, soliq to'lovi to'g'risida ma'lumot olish. Agarda siz rasmiy daromad kerak bo'ladi yozilishini xohlaydigan bo'lsangiz, siz bunga o'zini o'zi band qilish xizmatidan bir yilda bir marta bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari, ya'ni 412 ming so'm. Hozirgi kunda 412 ming so'm to'laysiz. Bunda sizga har oyiga 2.542 ming so'm, ya'ni mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 2 baravari miqdorida oylik ish haqqi yoziladi. Agarda sizga ish haqqi, ya'ni rasmiy daromad kerak bo'lmaydigan bo'lsa, bunda to'lov qilishingiz shart emas. Yashab turgan hududingizni tanlaysiz, viloyat, tuman va mahalla. Mahallani tanlaysiz, o'zingiz ro'yxatdan o'tgan mahalla. Tanlaganingizdan keyin faoliyat turini tanlaysiz. O'zingiz shug'ullanmoqchi bo'lgan faoliyat turi. Tanlaysiz, qo'shish tugmasini bosasiz. Bunda siz xizmat turlaridan maksimum 3 ta, ya'ni 3 tadan ortiq xizmat turini tanlab bo'lmaydi. 3 tani tanlaysiz hamda qo'shish tugmasini bosasiz va sizga tasdiqlash tugmasi kelib chiqadi. Tasdiqlash bandini o'tganingizdan keyin sizga QR kod shakllantirib beradi va siz unda My ID ilovasidan kirib, mana shu QR kodni skanerlaysiz va tasdiqlash bo'limi chiqadi sizda. Ya'ni siz Face ID orqali, Face ID dan o'tgan holda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Sizda yana qanday muammolar bor? Kommentariyada yozib qoldiring va biz sizga albatta yechim taklif qilamiz.